Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizning Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari. Shuning bilan birga bizlarda Toshkent, Kazan, Ufa, Perm va Orenburgga ham yo'llarimiz mavjud. 18:00 da Toshkent Sabrahimov avtovokzalidan yurib ketadi. Haftada esa seshanba va juma kunlari pryamoy reyslarimiz amalga oshiriladi. Bizlarning kompaniya sizga kafolatlaydi ishonchli xizmat, arzon narx kafolati, komfort zona va albatta davlat tomonidan sertifikatga ega bo'lgan reyslarimiz mavjud. Avtobuslarimizda esa sizga bo'lgan barcha qulayliklar, ya'nida 2 ta monitoring, 2 ta kuryer, konditsioner, Wi-Fi, zaryadniklar va siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olib ketishingiz mumkin. Agar sizga ham shunaqa ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki boshqa qiziqarli savollaringiz bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qilsangiz bo'ladi va albatta joyingizni uzoq masofadan turib ham bronlatirishingizga bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.